Qorasuv mahalladamiz. Tandirimizni dastlabki qilib olib kelganmiz. Assalomu alaykum. Do'da yaxshimisiz? Sizga podarka kelyapti. İçinde bormi anaqasi? Hamma narsasini ichida hozir sizga tushuntirib beramiz. Zafar akam podarka qildilar sizga mana. Tushuntirganing mayli, pishiradiganichi. Qaysi? Assalomu alaykum. Pishirganimizga qoladi. Habda qo'yi yarimtasini ko'rmidingiz ichiga? O'zim olib boraman kech paytda o'g'risan. Bor, mana. Bu tandir sizga pishgan tayyor holda kelyapti, amaki. Buni ana oldin bilsangiz tandirlarni 1-2 kun pishitib qo'yish kerak bo'lardi. Biz buni pishitib tayyor qilib olib kelyapmiz sizga. Hamma nabori bilan mana bu tortmasi kul tushadi. Bu yoqda mustor tushadi o'sha kullar. O'sha yerdan olib to'kib tashlaverasiz. Bu garelkasi. Agar o'tinda qiladigan bo'lsangiz garelkani olib qo'yasiz. Garelka bu yoqdan joylashadi. Bu gazda ham, o'tinda ham, ko'mirda ham ishlaveradi-da bu Bu tandirimizda. yoqdan 15 talik trubaga rezaga qo'yib turasiz. Ustini yoqilgan kul o'tinda qilganingizda bu. Qo'lni kuydirmaslik uchun somsadan yopib o'tganingizda. Ha, Kulli ustini yopib qo'ygan. Shunaqa. Mana bunisi o'sha sizga kerak go'sht nabori xudo xolasa. Nirjavikadan bo'ladi bu. Hozir 100% nirjavika ham onu ishlab turasiz. Kelgan mana bu somsa nonli uchun. Somsa uzadigan siqqa cho'lasa xo'kondozi. Somsa nonlar bunda uzolasiz, bunda xo'kondozni ichini tozalab olasiz, to'g'ri? ha, hokandoz. Bo'ldi. Bu krishkasi mana. Krishkasi. Mana tandiri o'zi. Yoqtirib chiroylimi? Hovlida katta bo'lganimizda, bu donga tug'ilmagan. Mana bunaqa tilla rang bo'ladi. Bu Men salafanlarni o'zi Uni ichsin. yopgandan keyin uni yopib qo'yamiz, shundaymi? Bitta adyol qilib qo'ysangiz, o'sha adyolni Ustiga dimlaydi. tashlab Bunda qo'yish bo'lmaydi, kerak. ha. Atrofdan chiqib ketadi. Shunaqa. Bo'ldi. Pakka qo'yib bering buni. Bu podarkaga keldi bu tandirimiz. Sizlarga ham kerak bo'lsa bemalol murojaat qiling, yetkazamiz. Narxini bilmoqchi bo'lsangiz filiz qoldiring. Yoqdimi sizga? Bo'ladi endi. Yaxshi kunlarga ishlating. Rahmat. Salomat bo'ling. Xudo, charchamas, salom.